Amazonga ishga kirishga muvaffaq bo'ldim. Qishloq bolalari qatori katta bo'lganmiz, mol boqib, qo'y boqib. Amerikada ishlayapsiz, mazza qilib, o'ynab kulib yuribsiz deb havas ko'zi bilan qarab aytdi-da. Mana Amazondagi katta gigant kompaniyalar IT'da aralashtirdi-da, hozirgi hamma biznesidan ko'ra IT'si ko'proq foyda olib kelyapti-da. Ayolim o'zbek millatiga mansub emas. Plyuslari bor, minuslari bor. Plyuslari juda ko'p aslida. Va yana bitta muhim narsa, bunga xavotirga o'rin yo'q deyishimiz sababi, bu haqida gapirishga eng noloyiq odam bo'lsam kerak.